alayhissalom birinchi inson. Odam alayhissalomni Alloh taolo yaratib, ruhidan kirgizdi, Odam alayhissalom harakatga keldi. So'ngra Odam alayhissalomni kuragini, umurtqasini silab, Alloh taolo qiyomatgacha yashaydigan odam bolalarning hammasini ruhlarini chiqardi, zurriyotlarini. Hammamiz bor edik o'shada, faqat eslolmaymiz uni. Otangiz ham, opadangiz ham, 7-nevarangiz ham o'shada bor edi, chunki ruhlar bir vaqtda chiqarilgan, yaratilgan edi. Va mana shu joyda Alloh taolo siz bilan bizdan va'da oldi. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonman. Qachondan beri musulmonsan? Almasoqdan beri. Almasoqning ma'nosi nima? Ana shu ruhlar, ha, sen bizni yaratgan Parvardigorimizsan deb va'da bergan kun al-Misoq deyiladi. Qachondan beri musulmon ekanmiz? Al-Misoqdan beri. Va iz akhadha robbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi robbikum qalu bala shahidna. Parvardigoringiz odam bolalarining bellaridan zurriyotlarini olib, men Parvardigoringiz emasmanmi deb o'zlariga qarshi guvoh qilganlarida, ular haqiqatan sen Parvardigorimizsan, bizlar bunga shohidmiz deganini eslang. Ana shu kungi va'damiz, birodarlar, Misoq deyiladi. Ana shu va'damizga muvofiq biz dunyoga islom fitrati bilan kelamiz. Kullu mavludin yuladu ala fitratin degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Har bitta odam bolasi chaqaloq dunyoga islom fitrati bilan keladi. Keyin ota-onasi uni yahudiy qiladi, nasroniy qiladi, majusiy qiladi. Rasululloh shunday deganlar, musulmon qiladi demaganlar. Chunki o'zi musulmonda dunyoga kelishida.